Bundan oldingi Reels'da ko'rgan bo'lsangiz kerak, 1 million obunachini 7 oyda yig'dim dedim. Bu narsa hech qanaqa yolg'on emas, hammasini to'liq dalillar bilan ko'rsatib beraman. Biz food yo'nalishida bu narsani qilib berganmiz. Chef Abuzar, Yo'lchiyev Ilhom akaga bu narsa juda ham yaxshi rezultat ko'rsatgan, o'zlarining kontentlari tufayli ham, bizning to'g'ri podxodimiz ham tufayli. Bu narsani to'liq tushuntirib berishim uchun ko'rishinglar mumkin. Biz avvalambor YouTube ga kirib, Yo'lchiyev Ilhomjon deb yozamiz. Sababi Abuzar 5 asoschisi Yo'lchiyev Ilhomjon aka hisoblanadilar. YouTube'da birinchi bo'lib chiqyaptilar. Mana e'tibor berasiz, 1 million 430 ming obunachisi bor. Va prosmotrlar o'zi birinchidagilari ham ko'rsatib qo'ygan. Qanaqangi prosmotrlar bo'lganini. Bu yerda Aslonni videolaridan tashqari hammasi ham juda ham yaxshi prosmotrlar to'plagan, milliondan o'tgan ko'p. Biz mana ko'rishimiz mumkin, video joylangan 2-yanvar kuni 720 million, ya'ni 21 millionga yaqin, 721 millionga yaqin prosmotr bo'lgan. Va O'zbekistonda bunaqangi prosmotr qilmagan YouTube'da hali hech kim. Va biz hozirgacha bo'lgan videolar yuklanishimiz esa hozirgacha esa 5-avgustgacha yuklangan videolar va 1 million 400 ming obunachi yig'ilgan. Mana dalillar bilan ko'rsatib berdik bu narsani. Hech qanaqangi yolg'on emas. Qaysidir YouTuberlar bu narsaga nechadir yillar vaqt ketkazadi. Biz bu narsaga atiga 7 oyda. Atiga deyish juda oson. Bu vaqt, disiplina va juda ham katta mehnat talab qiladi. Bizda bunaqangi rezultatlar juda ham ko'p. Siz kanalga obuna bo'ling va Telegram kanalimizga o'tadigan bo'lsak, vebinarda hammasini to'liq tushuntirib berishim mumkin. Atiga 1 kun bo'ladigan vebinarda.